mo'min kishidan hajr qilib mo'min kishidan arazlashlik masalasi qanaqa bo'ladi debdi. Bir mo'min odam arazlab qolsa nima bo'ladi debdi. Mo'min odamning arazlashlik masalasiga keladigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolatu vassalomdan mana sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda aytadi, har payshanba va dushanba kunlari osmonning, jannatning eshiklari deydi. Abwabul janna, jannat eshiklari ochiladi deydi. Har payshanba va dushanba kunlari jannat eshiklari ochiladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom shu kunlarda roza tutar ekanda. Payshanba, dushanba kunlari jannatning eshiklari ochilsa, mana shu kunda eng afzal kun hisoblab nima qilar ekan? Roza tutar ekan. Payshanbalik bemas ekan. Hammani og'zini ochmas ekanda. Nima qilar ekan? Roza tutar ekan. Payshanba, dushanba kun jannatning eshiklari ochiladi deb. Keyin nima qiladi? Keyin fayughfar likulli abdin la yushrik billahi shay'a. Allohga shirk keltirmagan har bir bandaning gunohini kechirilar ekan shu kuni. Payshanba, dushanba kuni har gunohlarini subhanalloh o'z-o'zidan kechirib turar ekanda. O'rtada yana juma bor. Payshanba, dushanba kuni gunohlar kechiriladi. Biroq ikkita bandaning gunohlari kechirilmaydi, qilayotgan amallari ko'tarilgan joyidan tepaga, o'zining tepasidan osmonga chiqmaydi deydi. Bu ikki banda bir-biri bilan urushib qolganda o'rtasini isloh qilmagan bandalar deydi. Bir-biri bilan urushib qolgan, o'rtasini tuzatmagan bandalarni Alloh taolo aytar ekan: "Anzira hadayni abdayni hatta yastaliha, anzira hadayni abdayni hatta yastaliha." Bu ikki bandani qo'yib qo'yinglar, hatto o'rtalarini tuzatguncha. Bu ikki bandani qo'yib qo'yinglar, hatto o'rtalarini tuzatguncha deb ularning nimalari ko'tarilmas ekan. Abu Ayyub radhiyallohu anhu dan kelgan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadiki, musulmon odam musulmondan 3 kundan ortiq arazlashligi durust emas degan ekan. 3 kundan ortiq arazlashi jo'j. Fayaltaqiyan fayarid hada, bu bir shu oralikda bu kelsa, bunisi yuzini burib ketsa, bu kelsa, bunisi yuzini yurib ketsa, bu yaxshi emas deydi. Xayruhuma, bularning eng yaxshisi birinchi salom berib turib o'rtasini tuzatib yuborgani yaxshisi deydi. Birinchi salom berib o'rtasini tuzatgani yaxshi deydi. La yahillu lil mu'min, boshqa hadisda aytadi, mu'min 3 kungacha nima qilishi mumkin emas ekan? 3 kungacha arazlashi mumkin emas deydi. Fayusallim alayhi, u salom beradi deydi. Kelasi ekanda xafa bo'lsangiz ham, arazlagan bo'lsangiz, boshqa kelgan bo'lsangiz, sizni xafa qilgan bo'lsa ham nima qilar ekan? Salom berasiz. Fa in radda alayhi salam, agar shu sherigingiz siz xafa qilib qo'ygan, ya sizni xafa qilgan odam siz salom bergandan keyin sizga javob qaytarsa, ajrda sherik bo'lar ekan. Savobga u ham sherik bo'lib ketar ekan. Agar u odam qaytarmasa, sizga salomingizga alik qaytarmasa, har chiqqanda assalomu alaykum desangiz, u odam salomingizga alik qaytarmay betini burib ketib qolsa, yana kelib assalomu alaykum desangiz, yana u odam betini burib ketsa, gunoh unga yozilaverar ekan va siz undan arazladi degan nimadan siz o'char ekansiz. Bitta salom berib qo'yganingizdan keyin sizni amalingiz demak ko'tarilaveradi Allohning huzuriga, uni amali ko'tarilmay qolib ketaveradi-da. Gunoh unga yoziladi degani shu. Ko'rdingizmi? Shuning uchun hech bo'lmaganda arazlab qolgan odamlar assalomu alaykum deb qo'yishlik kerak-da. Hatto o'zining gunohini ketkizib, amalimiz ko'tarilishligi uchun. Bu qilayotgan amallarimiz ko'tarilmasa, qabul bo'lmasa, shuncha mashaqqat, shuncha narsa bilan ibodatni qilsangiz, qiyomat kuniga borsangizda hech qanaqa narsasiz borsangiz. Eng yomon narsa. Shuning uchun bu arazlashlik masalalari, lekin boshqa masalalar bor. Hajr qilishlik, musulmon odam musulmonga hajr qiladi. Hajr degani bu hajr degani arazlash emas u. Hajr degan masala bo'lak masala. U unga ta'zir qilib, ya'ni bir odam gunoh ish qilyapti. Yoki bir odam bid'at ish qilyapti. Ya bir odam yomon shariatga teskari ish qilyapti. Shu odamni hamma yig'ilib turib, agar sen shu ishingni tashlamaydigan bo'lsak, biz senga salom ham bermaymiz. Senga mahallada senga hech kim ko'magan bermaymiz deganga o'xshagan gaplarni aytib, haligi odamga ozgina bir uqubat yetkazib qo'yishlikda, hatto Allohga qaytishligi uchun. Mana buni hajr degan. Ammo bu hajr podshoh tarafidan yoki bo'lmasa amir tarafidan yoki bo'lmasa musulmonlarning til birligi tarafidan qilinadigan ishlar. Hamma odam o'zicha o'zi hajr qila olmaydi. Men bunday qaradim, bir odamning menga yoqmaydigan bir fatvoni ayta soldi. Men undan hajr qilib ketib qolsam bo'lmaydi.
Undan foyda chiqmaydi. Musulmonlarning bo'linishligi, tafriqa bo'lishligi, xosatan shayton shu narsani xohlab turibdi bizdan. Musulmonlarning bo'linishligini xohlayapti. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, shayton bugundan boshlab Arab jazirasida butga ibodat qilinishlikdan umidini uzdi deydi. Demak, shayton endi arablarning yeriga kirib butga ibodat qildirilishligi mumkin emas ekanda. Lekin at-tahrish baynakum, o'rtanglarda bir-biringlarga nima qilishlik, o'rtanglarda bir-biringlar bilan talashib, tortishib, bir-biringlardan hajr qilib, bir-biringlardan uzilish, aloqani buzish, mana shunga o'xshagan narsadan umidini uzmagan ekan shayton. Shu narsalarni qilinishligi durust bo'lmay qolar ekan. Hajr qilinadigan vaqt o'shanaqa bir gunoh ishlarni ko'rganda hamma kelishib turib, mana hozir misol uchun men hayron qoladigan narsam, bir odamni sen deydi misol uchun raful yadayn qilib namoz o'qimayapsan deb birovlar hajr qilib yuribdi. Lekin qo'shnisining qizi nikohsiz tug'ib qo'ysa, uni hech kim hajr qilayotgani yo'q. Mahalla yig'ilib kelib turib, "Yo, sen bizni mahallamizdan ko'chasan, yo umuman bunaqa bo'lasan" degan anaqalarni hech kim qo'ymaydi unga. Hamma xursand bo'lib yashab yuribdi. Gunoh ish qilayotgandan hech kim hajr qilmaydi. Ham namoz o'qiyotgan odamlar hajr qiladi. Teskari bo'ladi.